Mashinangiz yo'q nima ish qilasiz? Voy, siz o'shami? Bekorchilik, kofe ichaman, o'tiraman, bilet qilaman. Faqat pul ishlaydigan ekansiz-da? Keladigan joy qayerda? Papa. Papa. Rostdan. Zo'r sizni kuzataman lekin. Rostdan. Hozir mashinasi yo'lidan ham kantin to'g'mi? Necha pul ishlatasiz kuniga? Kuniga jamiqa ko'p emas, 5000 10 emas har holda. Hop, 5 pul. $100 to'g'rimi? Da. $100. Eng qimmatbaho olgan narsangiz oxirgi marta. Sepochka kupila. Hozir yoningizdagi eng qimmat narsa nima? Bilmadim. Telefon. Telefon. iPhone 16. Yoshlarga maslahat bering. O'qish kerak. O'qish. Nima o'qigansiz? Vostochniy. Vostochniy. Turmushga chiqamiz? Yo'q, ishila. Men borman. Mahallangiz qayerda ayting, men boraman. Mahallam Mashaq atrofida. Kambag'allarga ham ko'rasizmi? Samqilani Qani? ishlash kerak. Pulga qarashib kambag'al bo'lsa ham turaverasizmi? Yo'q, aqli bo'lsa bo'ldi-de. Bo'ldi, men uylariga boraman, hozir adreslarini olib. Odamlar uydalar kakraydi. Mashinangiz yo'q ekan, ko'rsatuvimiz davom etadi. Mashinangiz yo'q ekan, nima ish qilasiz? Teleboshlovchiman. Qayerda? FTV. Qachondan beri? Oxirgi 4 yildan beri. Necha pul topasiz? 2 million so'm. 2 qo'ysiz. Siz nima ish qilasiz? Men organizatorman, undan tashqari modelni agentstvam bor Yo'q. va ko'rsatuvda ishtirok etaman. Omad shu. Ko'ringlar. Necha pul sarflaysizlar kuniga? Voy, biz hozir qancha sarflab keldik? Bugun men misol uchun necha pul sarfladinglar? Kuniga taxminan 500-600 ming so'm kamida ketadi. 2 million topsak, $2000 sarf qilamiz shunaqa. O'zingizga yoqagan 3 ta mashina. Eng oddiylardan BYD Song Plus olish niyatim bor kelajakda. Mercedes yoqadi, BMW. Hech qanaqa yo'q hozircha. Sizda? Nexia uch. Xudo xolisa sizlarga ham nimaga nasib qilsa, turmushga chiqamiz. Yo'q. Turmush o'rtog'ingiz kambag'al bo'lsa ham turaverasizmi yoki qaraysizmi? Qarayman. Boyligida emas, kallasi qanaqa ishlaydi, qo'lidan ish keladimi? Siz ham ana mahrga gelik Kelajagi. so'ramaysizmi? Mahrga gelik so'ramaysizmi? Endi sostoyaniyasiga qarab so'raladi. Yoshlarga maslahat beringlar. Men qizlarga maslahat beraman, hech qachon o'qishdan, o'rganishdan to'xtamanglar. Bu hayotda turmushga chiqasizlar bo'lishdan qat'iy nazar, o'ziga ishonch bo'lishi uchun qiz bola bo'lsa ham rivojlanish kerak, o'qish kerak. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Mashinangiz yo'q ekan, lekin chiroyli ekansiz, nima ish qilasiz? Просто студентка, men ishlamayman. Lukingiz ham zo'r ekan, necha pul turadi? Lukummi? Men bilmayman o'zi narxlarini точно eslamayman. Qayerda o'qiysiz? Arxitekturada. O'zingizni sohangiz bo'yicha ketasizmi yo просто diplom uchunmi? Нет, ishlamoqchiman o'zim soham bo'yicha. Necha pul sarflaysiz kuniga? Ну, 200 mingcha yetadi menga. 200 ming yetadi. Da, Avtobusga chiqib turasizmi? chiqib turaman-da. Gumma yegansiz? Bir marta yeb ko'rganman, yoqmagan. Yoqmagan. Umuman. Yarashgacha. Yo'q, Turmushga chiqmagansiz? yo'q. Turmush o'rtog'ingiz kambag'al bo'lsa ham turaverasizmi yo qaraysizmi? O'zim o'rnimdagi odamni xohlagan bo'lardim, конечно. Maslahat bering, o'qiyotganlarga nima maslahat berasiz? Xohlagan narsalaringizga erishinglar, все. Xohlagan narsangiz nima orzungiz? Orzuyim. No, baxtli oilam bo'lishini xohlayman. Пока что shunaqa. Ana. Baxt oddiylikda, baxtli oilaning orzu-qiyotligi, yellikka emas. Rahmat. Sog' bo'ling.